Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bitta narsaga hayron qolaman-da. Ijtimoiy tarmoqlarda men mana bir necha yildan beri bir necha o'nlab jinoyatlar, korrupsion holatlar haqida postlar joylayman. Aniq faktlari bilan, familiya otchествоsi bilan, adresi bilan просто bitta zapros berib yo bir kun ikki kun vaqtni ajratsa shu davlatimiz budjetiga zarar yetkazgan nimalarni aytganman, ko'p olib chiqaman. Bir necha yuz millionlab, milliardlab pullar davlatni budjetiga qaytadi. Endi asosan Bag'dod tumani haqida gapirganman. Bag'dod tumani budjeti, mahalliy budjeti to'ladi. Unaqa og'ir hududga mana tushdi bu yil prezidentimiz qarori bilan davlat budjeti yana 100 milliard yordam. Bu yordam berilaveradi. Bitta korrupsion holat tugamasa, bitta o'g'riliklar tugamasa, bitta adolat bo'lmasa, haqiqat bo'lmasa, prezidentimiz siyosati o'sha qanday minbarlarda gapirilgan bo'lsa, qonunda qanaqa belgilangan tartibda sarf xarajat bo'lmasa, bu yana yordam berilaveradi, buni bir effekti unchalik samaradorligi bo'lmaydi. Shuning uchun hayronman shu nimaga mutasaddi idoralar, shu mas'ullar shunga ko'z yumadi. Bir jinnilik yo'q bo'ladimi bilmayman, kar bo'lib qoladi bunaqa paytda. Shuni ko'rib tekshirimda ozgina e'tibor qaratsa, qancha davlatga, necha yuz gektarlab yerlar, qancha milliardlab subsidiyalar, qancha milliardlab davlat budjetiga tushish kerak bo'lgan soliqlar, tushumlar, mana men faktlarni aytyapman. Shu qiyin uchun tekshirish bir boshqa holatda arzimagan ish bo'lsa, yo arzimagan holat bo'lsa, yo ijtimoiy tarmoqda yo boshqa, yo bo'lmasam bir shu katta o'sha korrupsioner bir mansabdorlarga yoqmaydigan ish bo'lsa, yo harakat bo'lsa, yo'q jinoyatni ham yaratib, yasab, uni ayparaq qilib hamma joyga olib chiqib, qamab yo boshqa qilib rasmlarni qo'yishni bilasizlar. Shunga ozgina e'tibor beringlar, Xudo xayrlaydi deringlar, baraka topinglar. Bu xalq uchun, davlat uchun prezident qancha jon kuydirdi. Ishlamaysizlarmi? Mana o'sha faktlar bilan qo'yganimda, yozsam bu tuhmat ekan, yolg'on ekan deb aytinglar, shunaqa nima bo'lsa. Tekshiringlar, shu tekshirish qiyinmi shu narsa? Yo davlatning manfaatidan, davlatning budjetidan shu birikta haligi kiraxabor shaxs, mansabdorlar cho'ntagi muhimroqmi yo afzalroqmi? Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar.